Turmush o'rtog'im farzandlarini ko'pchilik g'alati zino deb yozib tashlayotgan ekansizlar. Farosatinglar bormi? Aql idrok qilib yozyapsizlarmi bu gapni? Qanaqa yosh shiringina go'dakka qarab shunaqa gap yozish mumkin? Ularning nikohlari bo'lgan. Endi men u nikohga guvoh bo'lmaganman. Menga shunaqa aytganlar. Oshkora emas, maxfiy nikoh bo'lgan. Nikoh ikki turga bo'linadi, bilasizlar, oshkora va maxfiy. Ularda maxfiy bo'lgan. Men unga guvoh bo'lmaganman. O'zlari aytganlar, shu nikohimda bo'lgan, farzandim bor, u g'alati zino emas, halol farzand. Va men kelganimda u ayol talog'ini bo'lgan, o'sha почти ancha vaqt bo'lib ketgan, ajralib ketishgan. Undan keyingi ayol bilan gaplashib yurgan bo'lsalar, ularda ham xuddi shunaqa maxfiy nikoh va taloq olgan. Men endi ularni inshaalloh qonuniy ayollari bo'laman. Mani pijama partiyam bo'ldi. Endi pijama partiya deganda u narsa emas-da, o'tda neobычный nimadir kontentlar qilish blogerlar bilan. Endi men blogerman-ku, meni to'yim, meni fotosessiyalarim boshqacharoq bo'lish kerak-ku. Ne unaqa deshovый uzuk berdilar. Asalim. Bu deshovıymi? Kechirib qo'yasiz, bu narxini bilmaysiz shekilli. Siz tushunasizmi uzuklarga? Tushunsangiz bitta yaxshilab qarab narxini ko'rib oling-da. Meni baxtli bo'lishimni juda ko'p insonlar xohlashyapti, juda.